Assalomu alaykum va rahmatulloh. Vision Soliha Group. Mana bugun payshanba kuni Chimyonni kom nimasiga kelganmiz. Sanatoriyalar oldi. 23-maktabdamiz. Bilsalaring, 23-maktabda o'tgan yili yozda kanikulda qilib bergandik. Ketdik ichkarisiga servisga kelganmiz. Ichkarilar bilan tanishamiz. Servis ishlari ustalarimiz hozir servis qilishyapti uni. Hozir Wi-Fi'lari nimalarini tekshirishyapti. Kameralar bitta ikkitasi ko'rsatmay qolgan. Hozir mana o'sha bartaraf qilishadi. Bitta xonalarga kiramiz. To'p bor ekan ishlayapti ekan. 15 ta kamera ko'rsatyapti. Bitta ikkita yer bor. Bitta o'zlari ham qo'yishgan. Oldimizdan oldin PTZ kameralari. Pastda ikkinchi yerlar. Buni biz qo'yib berganmiz. Bu PTZ kameralarni o'sha jo'ski diski ketib qolgan. Ovoz chiqaryapti hozir. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Vision Soliha Groupga murojaat qilaverasizlar. Shunaqa biz servis xizmatlarimiz ham bor. 1 yilgacha bo'lsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim xizmatlaringga tayyormiz. Telegram, Instagram sahifamizga obuna bo'lishni unutmanglar.